O'zbekistondagi eng arzon elektromobil do'stlar 2026-yil varianti lila yo'sha oldi korpuslari, oldi chiroqlari juda ham boshqacha ishlangan eng asosiy salonda o'zgarishlar do'stlar. Qaranglar. Sidina oldi, orqaga bemalol borib keladigan bo'ladi. Undan tashqarida bel qismlarni bemalol to'g'rilasalar ham bo'ladi va eng katta narsalardan biri bu albatta remini hisoblanadi do'stlar. Ikkita sidina отдельный bo'ladi. Bu tomon ham o'zi to'g'rilab osiladi, bu tomon ham o'zi to'g'rilab osiladi. Sidinalar bo'ladi do'stlar, power inlari, dvorniklar bemalol ishlaydigan bo'ladi. Avtomatik korobka hisoblanadi do'stlar, pechkalarigacha bo'ladi. Monitori bemalol musiqa eshitasiz bo'ladi. Undan tashqarida salonlari hamda orqa tomonga keladigan bo'lsak do'stlar, mana bunaqa boladan bemalol komfort holatda kelsalar bo'ladi. Eng zo'r tomon radarga tushmaysizlar do'stlar. Zo'r fichkasi mana shu bo'ladi. Buni yaxshi tomoni do'stlar, orqada kameralargacha bo'ladi. Bemalol olib turib minsalar ham bo'ladi. Ayollar bog'chalarga yoki bo'lmasa yosh kattalar masjidlarga, boshqa narsalarga bemalol borsa bo'ladi. Shahar ichi do'stlar bemalol minsalar ham bo'ladi. Zaryadkasi o'rtacha davomida 80 km ichida narxi atiga $2200. Pastda nomerlar bor, aloqaga chiqib zavod narxida bemalol olishlari mumkin.